yaxshi bo'lganligi sababli ikkiga ajralganmiz. Biz boshqa jamoamiz ham bor. Hozirda taxminan bir 5 yoki 6 hafta narsa yig'dik. Tabiatimizni har doim asrashimiz kerak, chunki bizga doimo toza havo kerak. Bizni o'zimizni sog'lig'imiz uchun ham foyda bo'lganligi sababli men doimo ko'chalarda, mahallamda yoki jamoat joylarida ahloqlar chiqindi ko'radigan bo'lsam, ularni olib tabiatimizga yordam berishga harakat qilaman doimo. Blogging aksiyasi barcha uchun boshqacha taassurot uyg'otdi, chunki hududiy do'stlar bilan birga kim o'zlariga ishlash, ya'ni kim ko'p terish, shu jarayonlarda atrofda ko'rib turgan musullarni ko'rib, qisqa qilib aytganda ekofaol sifatida ozroq achindim, negaki bu narsalarga e'tibor berilmayotganligidan ta'sirlandim va shunday bo'lsa-da barcha kengash a'zolari, ekofaollar bilan birlashib bugungi blogging aksiyasini ko'tarinki ruhda davom ettirib yakunladik.